Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Zelenskiy Putinga ochiq xat yozdi. Zaporojye bugun uxlamadi. Rossiya tunda ayovsiz bombaladi. Mirziyoyev va Putin O'zbekistondagi atom elektr stansiyasi qurilishiga start berdi. Endi esa batafsil. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Zelenskiy Putinga ochiq xat yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 4-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat yozdi. Unda davlat rahbari Kiyev urushni to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali yakunlashga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Ukraina prezidentining rasmiy saytida e'lon qilindi. Zelenskiy qayd etishicha, tomonlar o'rtasidagi ehtimoliy uchrashuv Moskva yoki Kiyevda bo'lib o'tishi shart emas. Urush va tinchlik masalalarida an'anaviy ravishda diplomatik tashabbus ko'rsatadigan davlatlar muzokaralar maydoni sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Bular qatoriga Shveysariya, Turkiya yoki ayrim arab davlatlari kiradi. Hozirgi front chizig'i diplomatik jarayon boshlanishi kerak bo'lgan boshlang'ich nuqtadir, deb ta'kidladi prezident. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina muzokaralar davomida o't ochishni butunlay to'xtatishga tayyor. Shuningdek, u asirlarni barchaga tamoyili bo'yicha almashishga rozi. Zelenskiy janglar paytida o'g'irlab ketilgan tinch aholi vakillari va bolalarni qaytarishni ta'minlashga ham tayyorligini bildirdi. Ukraina prezidenti ushbu jarayonga AQSh va Yevropa davlatlari ham jalb etilishi kerakligini aytdi. Ular xavfsizlik kafolatlarini bera oladigan tomonlar sifatida ishtirok etishi lozim. Ukraina yetakchisi hatto Rossiyaning frontda jiddiy yo'qotishlarga uchrayotganini eslatib o'tdi. Uning yozishicha, bularning 63%ni halok bo'lganlar, 37%ni esa yaradorlar tashkil etadi. Rossiya Donetsk viloyatini egallash muddatlarini doimiy ravishda ortga surmoqda. Rossiyaliklar o'rtasida esa Ukrainaning dron va raketa hujumlaridan norozilik kuchaymoqda. Shuningdek, benzin tanqisligi, doimiy taqiqlar va safarbarlikning ikkinchi to'lqinini tashkil etish rejalari ham norozilikka sabab bo'lyapti. Zelenskiy Ukraina urushni Rossiya hududiga ko'chirishga ulgurganini ham qayd etdi. Ukrainadan keng ko'lamli qarshilikni kutmagan edingiz. Hammasi bu darajaga yetishini taxmin qilmagandingiz. Lekin hammamiz shu yerdamiz. Keng ko'lamli to'qnashuvning 5 yilidamiz. Urushdan chiqishga qo'rqmang. Hozir sizdan talab qilinadigan asosiy narsa shu. Ukraina o'z mustaqilligini saqlab qoladi va saqlab qolgan. Har qanday bashoratlarga qaramay, deb yozdi Zelenskiy. Ukraina prezidentining yozishicha, razvedka ma'lumotlariga ko'ra Putin 2027-2028 yillar uchun urush rejalarini ko'rib chiqmoqda. U Belarusni urushga yanada ko'proq jalb qilmoqchi. Zelenskiy Putinga uchrashishni va buning uchun aniq sanani belgilashni taklif qildi. Biz ukrainaliklar va rossiyaliklarning barcha kelgusi avlodlari uchun kelajak qanday bo'lishini aniqlab olishimiz kerak. Agar siz shaxsan bu urushni tugatish vaqti kelgani haqidagi fikrga kelmasangiz, Ukraina o'z mavjudligi uchun kurashni davom ettiradi. Bizni qo'llab-quvvatlaydiganlar topiladi. Ammo siz ham Rossiyaning emas, balki o'z mavjudligingiz uchun ancha qattiqroq kurashishingizga to'g'ri keladi. Bu esa mening yoki Ukrainaning tahdidi emas. Bular siz yaxshi biladigan Rossiya tarixining faktlaridir. Rossiya charchaganida o'zgarishlar yuz beradi. Biz bunday charchoq ustida ishlay olamiz. Siz o'z urushingizni to'xtatishingiz mumkin. Bu urush hayotdan olib ketgan barchaning xotirasi mangu bo'lsin. Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin, deya yakunlanadi maktub. Zelenskiy bundan oldin urushni tugatish uchun muzokaraga tayyor ekanini ham aytgan edi. U Rossiya bilan bo'layotgan mojaroni tugatishda AQShdan yordam kutayotganini bildirgan. Zaporojye bugun uxlamadi. Rossiya tunda ayovsiz bombaladi. Rossiya armiyasi Ukrainaning Zaporojye va Konotop shaharlariga hujum uyushtirdi. Hujumlar oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. O'nlab fuqarolar jarohat oldi. Turar joy binolari va fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetdi. Ukraina rasmiylarining ma'lum qilishicha, 5-iyunga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Zaporojye shahrining aholi yashash hududiga dronlar bilan zarba bergan. Hujum natijasida ko'p qavatli turar joy binosi va uning atrofidagi avtomobillarga shikast yetgan.
Zaporojye viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorovning bildirishicha, hujum oqibatida 44 yoshli ayol halok bo'lgan. Shuningdek, yana 11 kishi turli darajada tan jarohati olgan. Shu kuni kechqurun Rossiya qo'shinlari Sumy viloyatidagi Kanatop shahriga ham dronlar bilan zarba bergan. Shahar meri Artyom Semenixinning ma'lum qilishicha, hujumlar turar joylar va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olgan. Zarba oqibatida kamida 5 kishi jabrlangan. Ular orasida 3 nafar bola ham bor. Dron hujumi tufayli xususiy uylardan birida yong'in chiqqan. Hodisa vaqtida uyda 2 nafar katta yoshli kishi va 3 nafar bola bo'lgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra, jabrlangan bolalar hamda ularning onasi shifoxonaga o'tkazilgan. Shuningdek, hujum oqibatida shaharning bir qismi elektr ta'minotisiz qolgan. Suv ta'minotida ham uzilishlar yuzaga kelgan. Xerson shahrida ham dron hujumi qayd etilgan. Xerson viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinning bildirishicha, shaharning Karabel tumaniga qilingan zarba natijasida 75 yoshli erkak halok bo'lgan. Ukraina rasmiylari hujumlar fuqarolik obyektlari va aholi yashash hududlariga qarshi amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Mirziyoyev va Putin O'zbekistondagi atom elektr stansiyasi qurilishiga start berdi. 4-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahriga bordi. Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda integratsiyalashgan atom elektr stansiyasining birinchi energiya blokini qurish ishlariga start berdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, marosimda teleko'prik orqali Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi ham ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin va Rafael Grossiga ushbu loyihaning ro'yobga chiqarilishini shaxsan qo'llab-quvvatlagani va ko'rsatilgan e'tibor uchun minnatdorlik bildirdi. Mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasini barpo etishda ishtirok etayotgan O'zbekiston va Rossiya mutaxassislariga birgalikdagi sa'y-harakatlar va yuksak professionallik uchun alohida tashakkur aytildi. Mazkur loyihaning amalga oshirilishi O'zbekistonning texnologik, industrial va ilmiy tadqiqotida yangi bosqichni boshlab berib, yangi tarmoq atom energetikasini rivojlantirish uchun asos yaratish qayd etildi. Loyiha kichik modulli atom generatsiyasi hamda yirik hajmli energetika sohasidagi eng so'nggi yutuqlarni o'zida mujassam etgan. O'zbekiston yetakchisi xavfsizlik loyihaning mutlaq va so'zsiz sharti ekanini alohida ta'kidladi. Stansiyani qurish va uni ekspluatatsiyaga tayyorlash ishlari eng zamonaviy xalqaro standartlar, ilg'or muhandislik yechimlari asosida hamda Xalqaro atom energiyasi agentligining doimiy nazorati ostida bajarilmoqda. Ushbu ulkan loyihaning amalga oshirilishi va uning natijalari O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirildi. 4-iyun kuni O'zbekistonda Ritim 200N yadroviy qurilmali atom elektr stansiyasi energiya blogini barpo etish bo'yicha litsenziya berildi. Jizzax viloyatida qurilayotgan atom elektr stansiyasining bazaviy qiymati $9,5 milliard tashkil etadi.